Kitobning 17-beti yangi mavzu o'nlik kasrni o'nliklar, yuzliklar va mingliklarga bo'lish mavzusi. Qaraymiz va o'rganamiz. 1a bu yerda 6,3 ni 30 ga bo'lishimiz kerak. Endi bu yerda biz 30 ni 10 va 3 qismga ajratib olamiz va birinchi 10 ga, keyin esa 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 10 ga va 3 ga alohida bo'lib olamiz. 6,3 ni keling biz sonli tugmachalar orqali 6 ta birlar va 3 ta 10 dan birlar bor deb olamiz va ularni 10 ga bo'lamiz. Shunda birlarni 10 ga bo'lsak 6 ta 10 dan birlar paydo bo'ladi. 3 ta 10 dan birlarni 10 ga bo'lsak bizda 3 ta 100 dan birlar paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 6 ta 10 dan birlar bular 0,10 dan 6 bo'ladi plus 3 ta 100 dan birlar 0,100 dan 3 bo'ladi. Bu yig'indi 0,100 dan 63 bo'ladi. Endi buni ya'ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 6 ta 10 dan birlarni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 2 ta qoladi. 3 ta 100 dan birlarni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1 ta qoladi. Ya'ni mana bu 0,63 ni biz 3 ga bo'ldik degani. Ya'ni bunda 2 ta 10 dan birlar va 1 ta 100 dan birlar bo'ladi. Bu esa aynan 0,121 ga teng. Yoki bor bu yerda biz birinchi 10 ga bo'lib keyin 3 ga bo'lgandik. Endi birinchi 3 ga bo'lib keyin 10 ga bo'lsak bo'ladi. Bunda ham javob bir xil chiqadi, ya'ni 0,121 kelib chiqadi. Bu qanday hisoblandi? Buni ko'ramiz. Sonli tugmachalarda 6 ta birlar va 3 ta 10 dan birlar bor. Bularni 3 ga bo'lsak bizda 2 ta birlar xonasi qoladi va 1 ta 10 dan birlar qoladi. Va bularni 10 ga bo'lamiz. 2 ta birlarni 10 ga bo'ladigan bo'lsak 2 ta 10 dan birlar bo'ladi. 1 ta 10 dan 1 ni 10 ga bo'lsak 1 ta 100 dan 1 bo'ladi va bularning yig'indisi 0,121 ga teng. Demak 6,10 dan 3 ni 30 ga bo'lsak 0,121 javob kelib chiqadi. Ya'ni 6,10 dan 3 bo'lingan 30, bu bo'lingan 10 bo'lingan 3, ya'ni 2 marta bo'lib olamiz yoki teskarisi. Birinchi 3 ga bo'lamiz, keyin esa 10 ga bo'lib olamiz. Ikkalasida ham javob bir xil chiqadi. Ya'ni B variantini ko'radigan bo'lsak 20,185 ni 50 ga bo'lish. 50 ga bo'lish degani bu birinchi 5 ga bo'lamiz, keyin yana 10 ga bo'lamiz. Va 20,185 ni 5 ga bo'lsak 4,100 dan 17 bo'ladi. Buni 10 ga bo'lsak biz bilamiz virgulni chap tomonga bitta suramiz. Shunda 0,1000 dan 417 kelib chiqadi. Demak, ushbu betdagi biz o'nli kasrlarni o'nliklar, yuzliklar, mingliklarga bo'lish uchun boshlab oldik va keyingi betdagi masalalarni ham shu asosida yechishga harakat qilamiz.